Tushda obdasta ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi obdasta xazinabon va sohibi tadbirkor kishiga dalil bo'lib, uning kirim-chiqim ishlarida qo'li bo'ladi. Podshohning obdasta berganini ko'rsa, podshohning xazinachisi yoki ish boshqaruvchisi bo'lishiga ishoradir. Agar o'zi birovga obdasta berganini ko'rsa, bu ta'bir yuqoridagiga o'xshashdir. Kirmoniy aytadiki, tushdagi obdasta xodimga dalil. Agar uning obdastasi sinsa yoki yo'qolib qolsa, xotini undan judo bo'lishiga yoki o'lishiga ishora bo'ladi. Agar obdastadan suv ichayotganini ko'rsa, farzandli bo'lishga dalildir. Xususan, suvi toza va shirin bo'lsa. Hazrat Sodiqning ta'kidlashicha, tushda obdasta ko'rmoq 5 narsaga ishoradir. Xodimga, xazinaga, tadbirkorga, farzandga, umid qilmagan joydan biroz rizq-ro'z topishiga. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.